Do'stlar, CNC kanaliga xush kelibsizlar va bugun biz bilan Nurmuhammad, ya'ni Nurik BC. Bugun videoroligimizda Vijvania 3-chi qism, ya'ni 3-chi kun. Qani bo'lmasam, let's go! ketdi. Buni sizga qo'yadi. Biz уже ham ikkinchi qismdan keyin hammayamiz sortirovka qildik. To'g'ri. Mana go'shtlarimizdan kami bu bitta kelyapsizlar. Bular keyin ishlatamiz. Daraxtlar ekib qo'yaman. Qarang endi. Mana bu yerdan tepamizga bosib turaman. Bu yer omborxona. Va men hozir bu yerni buzib, pol qilib turaman. Buni qo'yamiz. Ko'rsatishga mumkin mana bitta tekizlab Mana hozir pol qilyapti. Nurik hozir ketasiz. Battayam battalar qo'ymay qo'yaylik va toshga qo'yaylik. Toshbas bu yer tosh. Yo'q, bo'pti buniyam. Mana uni batta tepasini tosh qo'yish kerak hozir. Qilib olamiz. Va Tamam, polni qilib oling. Bu yer pol deyapman. Polni mana-maniki qilaverasiz, mana tepasi pol bo'ladi. Ha do'stlar, yana sizlardan eslatma, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. 150 ta prosmotrdan keyin 4-chi qism, ya'ni 4-chi kun chiqadi. Aktiv ko'proq bo'lsin, like'lar, bosinglar. To'g'ri. Aktiv yaxshi bo'lyapti. Do'stlar, bu 3-chi kunmi? Birinchi kunda aktiv yaxshi bo'ldi. Ikkinchi kunda ham yaxshi bo'ldi aktiv. Va hozir mana 3-chi qismini ko'ryapsizlar. Uyni qurishimiz kerak, hozir tezroq. Kechqurun yana tushib qolmasam. Daraxt yo'qmi? Bitta ko'shka bo'ladi. Annek bo'ladi deyapman. Nima qildingiz? Va bu yerda ulab qo'yapman, birlashtirib chiqishimiz uchun. Hali ko'chadan chiqsa kimlar endi yurishga kirishdi. Do'stlar, uy yaxshi chiqyapti. Batayam pulni nima qilish kerak? Daraxt. Deraza yasasangiz agar, Yasayman. deraza yasasangiz yaxshi bo'lardi. Nima desiz? Qorong'u ketishi mumkin. Daraxt yo'qmi? Daraxt yo'q. Daraxt topib kelasiz. Men hozir topib kelaman. To'g'ri, men chunki uyqulayapman. Qayt polni qilasiz. Bo'lmayapti. Maniki bitta daraxt qo'yasiz, keyin maniki bitta qo'yasiz. Maniki bitta qo'yasiz. Bitta daraxt qiling do'st. Qattiq. Mana aytdim. Daraxt qilish kerak, chunki 2 marta stol daraxt tosh bo'lmaydi. Hozir qanaqa daraxt deyapsiz? Daraxt mana bunaqa. Bunaqa qo'lga tutib ishlaydi. Bo'ldi. Bitta stolbek bo'ladi, stol. Demaydi. Yaxshi. Keyin meniki
Ben kim kırıyorum onu ayıttı bu şu. Xuddi ritsarlarda uyidek chiqyapti. Endi mana ikki. Batkini qilish kerakda. Siz tayinni naqib o'ryapsiz. Daraxt. Tosh. Tayinni daraxt qilish kerak. Tayinni bizni daraxt qo'ying. Allohni toshlarni tepa toshlatibdi. Shuni daraxt qo'ying. Keyin ustun kerakda. Ustun qatdan daraxtchi bo'ladigan daraxt qatdan yaqin. Tepadan joyda unaqa yuramiz. Ha, hozir o'qatam olaman. Mana yerda tosh qilyapman. Daraxt qiling dedim. Daraxt. Daraxtli devor bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Daraxt bas. Taxta. Taxta kam, daraxt topshirib. Shunga tegmay turing. Hozir batta. Deraza ham qilish kerak. Hozir qora daraxtga nimasi? Rubrika yoqayotgan bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar. Albatta. Like va obuna esdan chiqmasin. Va 150 ta prosmotrdan so'ng Yana bir bora 4-qism, ya'ni 4-chi vijivaniya yasab qolish videosi chiqadi. to'g'ri gapiryapti. Qo'yapsizmi? Yo'q, sizni kutyapman, daraxtlarni dedi. Daraxt juda ko'p kerak bo'lyapti. Uni bekorchilikdan ko'ra yonimizda daraxt chopib turing. Yonimizda Hozir daraxt. bekorchilik qilganim yo'q, nima desiz? Qurshimda. Shu boshqa yaqin bo'ldi. Bir sakkiz ketaman chunki nem ko'p kerak baslar. Temirdan vashcha muammo yo'q chunki bir stak. To'g'ri, buni men faqat topdim. Juda ham ko'p chiqdi temir. Ikkinchi qismda ko'rishlaring mumkin. Qanaqa qilib biz shaxtadan chiqdik. Shaxtada oltin, izumrudlar va temirlar, ko'mir topdik. Albatta qiziq bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin ikkinchi qismini ko'rmaganlar uchun. Va hozir 3-qismdamiz. Va tosh ham tugab qoldi. Tosh juda ham kerak bo'lyapti. Toshdani yonimizda tosh bor. Toshdan Men topib kelaman, toshlar chopib kelavering, men qilib turaman. hozir men tosh topib ketishga ketdim. Nega bunaqa qilsang? Sen derazalar qilib yoritib tutlar shaharni. Balki daraxt qo'yamiz. Hozir men bir stak tosh topib kelaman. Ko'rayotganlaringda Muhammad degan arxitektor bor. Do'stlar, videolar yoqayaptimi sizlarga? Yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. 50 ta bo'lsa streamlar boshlaymiz, xudo xolasa. Albatta. Aktiv yaxshi bo'layapti, prosmotrlar. Lashlar ham bosib qo'yinglar. Sog' bo'ling. Alhamdulillah. Verstakimiz bordi shekilli. Hamda yo'q, batta. Batta firma qilib qo'yaman agar tayimizda firma bo'ladi, lekin quyosh tushmasa ancha qo'yamiz. Mana bir stak tosh olib keldim.
hali bitgani yo'q. Daraxtingiz ko'pmi? Daraxtim 35 ta. O'shani polli daraxtdan qilib bersangiz, men tomdan shuna qilardim. Chiroyli oppoq turardi. Yoki toshdan qilmasdan. Hozir. Ammo uni tashlab bersangiz yaxshi bo'lardi. 39 dan. Qoldi. Poldaqa qilamiz, tomda. Chiroyli turardi. Qoldi. Bo'lmadi hozir. O'ldirdim. Hozir Polli taxtani qilib bera olasizmi? Yo'q, oddiy daraxtdan qiling, chiroyli chiqardi. Oddiy daraxtdan qilsangiz. Bunaqa oddiy joyda. daraxtdan bo'lmaydi. O'zi toshdan yaxshi turadi. Tosh bilan tosh bo'lmaydi. Taxtani tosh bosib qo'yibdi. Taxtani tosh bosdi, to'g'ri. Endi u Bloklarga qo'yib qo'ydim. 26-27 sizga hozir. Do'stlar, ertalab tushganda sizlar bilan ko'rishamiz.